Bovam aytqan hikmetler. Mükçeygen bel. Avazda Gunçem Rozi. Burunqı zamanda bir vəzir öz yurtiga kelib, kichigida billa o'ynagan do'sti bilan ko'rishib qopdi. Do'sti dehqon ekan. Bu chaqda har ikkisila 70 yoshdan halqigan bo'lib, bellari mükchiyib ketgan ekan. Vəzir do'stiga: "Hey, her ikkimizlar qeribdimiz. Ikkimizning o'xshaydigan tarafimizmi, o'xshamaydigan tarafimiz bor ekan," debdi. "Bu nima deganing?" debdi do'sti. "O'xshaydigan tarafimiz," debdi vazir. "Her ikkimiz dumchak buvayga aylanibdimiz. O'xshamaydigan tarafimiz: sen hayotingni etiz o'tkizding. Men o'rdada yashadim. Ikkimizning yana bir o'xshamaydigan tarafi bor," debdi do'sti. "Mening bilim uzun yillardan beri etizda yer terish, o'taq o'tashqa o'xshash jafoliq emgak bilan mükchaygan. Sening biling bo'lsa, yil bo'yi podshoga bosh egib, ta'zim qilib mükchaygan." Bu javobni anglab, vazir gap qilolmay qopdi. Hikmat: her ishning qonuniyati kishilarni shu bo'yicha ishlashga majbur qiladi. Ish emgak hayotni emas, sening qiyofatingni o'zgartidi. O'zgarmaydigini faqat sening mustahkam irodang.